Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sano, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlar bo'lsin. Ma'rifatullohning bayonidir. Ya'ni Alloh taoloni tanishlik ikkinchi qism. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi beshubhadur ham benamuna, ravo ermas anga chunu chiguna. Alloh taoloni borligi beshubhadir. Beshubha bo'lishligi shaksiz, shubhasiz, gumonsiz bordir. Shu bilan benamunadir. Namuna deb bir narsaga o'xshagan degan. Alloh taolo benamunadir, biror narsaga o'xshagan emasdir. Bizni hayolimizga kelib, ko'zimizga ko'rinayotgan, hayolimizda o'ylayotgan narsalarga ham o'xshamaydi Xudo. Hech bir narsaga o'xshamaydi, benamunadir. Ravo ermas anga chunu chiguna. Endi nimaga unaqa? Ya bunaqa-yu yoki nega unaqa emas? degan so'roq savollar Alloh taologa durust emasdir. Alloh taologa nega u hech qanday narsaga o'xshamaydi yoki mana bu narsaga o'xshagan Alloh taolo deyishlik aslo durust emasdir. Ravo emas bunday gaplar. Nega ravo emas deb savol qo'yishlikni o'zi durust emasdir. Mana shu gapni kengaytirib tagida tushuntiryaptilar. Ko'ngilda kechsa, ko'zga tushsa har shay, erur andin munazzah xoliqu hay. Ya'ni ko'ngildan kechsa, insonning xotiridan, hayolidan bir narsalar o'tsa, o'zgacha bir fantaziya deymiz-u, yoki ko'zga umrimizda ko'rinmagan bir narsa ko'rinib qolsa, erur andin munazzah. Ya'ni Alloh taolo undan ham pokdir. Xoliqu hay, ya'ni xoliq bo'lgan, yaratuvchi, hay bo'lgan zot unday emasdir. Ana shu yuqorida aytilgan benamuna degan gapni sharhi shu. Udir hokimki hukmin o'zga etmas, aning zotiga hech kim aqli yetmas. Ya'ni Alloh taolo o'zi hokimdir, hukmini o'zga etmaydi. Ya'ni nima hukm qildi tamom. Uni hukmini Xudoning o'zidan boshqa hech kim o'zgartirmaydi. Bir narsani Xudo hukm qilsa, uni o'zgartiraman desa, o'zi o'zgartiradi. O'zgartirmagan biror hukmi bo'lsa, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Xudo taolodan kelgan hukm, farmonni hech kim qodir emas o'zgartirishga. Aning zotiga hech kim aqli yetmas. Ya'ni Alloh taoloni zotiga hech bir insonning aqli yetmaydi. Hatto payg'ambarlarni ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni zoti haqida fikr yuritmanglar. Alloh taolani sifatlari haqida fikr yuritinglar deganlar. Shu sifatlarini o'rganamiz. Zotini o'rganishlikka hech kimning aqlini quvvati yetmaydi. Chunki aql ham chegaralangan narsada. Misol uchun insonning kuchi chegaralangan. Bir odam 10 kilo ko'taradi. Yana bir odam 100 kilo ko'taradi. Xullas eng og'ir ko'taradigan odam kim dunyoda? 1 tonna ko'tarar. Undan nariyog'i 2 tonnani hech kim ko'tara olmaydi. Chunki kuch chegaralangan. Shuningdek, aql ham chegaralangan. Birov birga birni qo'shsa 2 bo'lishini bilyapti. Birov undan aqlliroq, birov bundan aqlliroq. Birov osmonga ko'tarilgan samolyot manzilga qancha soat, daqiqa, soniyalarigacha bilyapti. Qanchalikka borgani bilan baribir u aqlni chegarasi bor. Chegaralangan mahluq chegaralanmagan zotni bilishga haqqi ham yo'q-da. Hech kimni aqlini quvvati ham yetmaydi. Farishtalar, nabiylar yetmadilar, bo'yinsundilar-u fikr etmadilar. Alloh taoloning zotini qanday ekanligiga farishtalar ham, payg'ambarlar ham yetmadilar. Hech birlari bu haqida fikr ham yuritmadilar. Barcha buyruqlariga bo'ysundilar-u fikr qilmadilar.
Vale fikr et xudoni qudratiga, ajoyib ishlariga, sun'atiga. Lekin Alloh taoloning o'zini zotiga emas, balki buyuk qudratiga, ajoyib ishlariga, ajib san'atiga fikr qilgin deyapti.